Farg'ona vodiysi bag'rida asrlar davomida sirlari saqlanib kelgan bir shahar bor. Uning nomi Qo'qon yoki qadimda aytilganidek Qo'qandi Latif. 10-asrda Xovakent nomi bilan mashhur bo'lgan bu shahar Buyuk Ipak yo'lining eng gavjum nuqtalaridan biri edi. Qadimiy xaritalar uni savdo va madaniyat markazi sifatida qayd etadi. Sharq va G'arb savdogarlari Qo'qon bozorlarida atlas va zar gazlamalarini almashar. G'oyalar va madaniyatlar bu shaharda uchrashar edi. 18-asrda Qo'qon xonligi tashkil topib, butun Farg'ona vodiysini birlashtirdi. 29 dan ortiq xon bu taxtda o'tirdi. Ularning har biri shaharni yanada ulug'vorroq qildi. Poytaxt Qo'qonda muhtasham saroy va 300 dan ortiq masjid qurildi. Shahar Markaziy Osiyoning eng yirik ilm va savdo markaziga aylandi. 1871-yilda qurilgan Xudoyorxon saroyi me'mor Mir Ubaydullohning dahosi bilan barpo etilgan bu bino 1001 kecha ertaklarini eslatuvchi me'moriy durdonadir. Saroyning ichki zollari ganj o'ymakorligi va naqshinkor shiplari bilan bezatilgan. Har bir gul, har bir naqsh ustaning qo'l mehnati va ilhomining mevasi. 99 ustunli ulug'vor ayvon va 24 metrli minorasi bilan jome masjidi shaharning qalbi edi. Bu yerda minglab odamlar namoz o'qib, ilm olgan, hayot haqida suhbat qurishgan. Nodira begimning g'oyasi bilan 1825-yilda qurilgan Daxmay Shoxon Qo'qon hukmdorlarining oilaviy maqbarasi. Bu tinch joy asrlar davomida shahar tarixini so'zlaydi. Qo'qon atlas va adras gazlamalari dunyoga mashhur edi. Har bir ip qo'lda bo'yalar, har bir naqsh usta qo'lidan chiqar. Bu san'at asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelgan. Iplarni bo'yash ikat sirini bilgan ustalar avloddan avlodga o'tkazgan maxfiy ilm edi. Rang va naqsh o'zaro uyg'unlashib, o'ziga xos mo'jiza atlas gazlamani yaratardi. Qo'qon kulollari ham shuhrat qozongan. Ko'k oq naqshli idishlar butun Osiyoga tarqalgan. Aylanuvchan charxda hayot bergan loy usta qo'lida san'at asariga aylanardi. Qo'qon bozori turli elatlardan kelgan savdogarlar bir tomdan boshqa tomga ko'chib yurardi. Forsi, Rus, Xitoy va Hind savdogarlari bir joyda uchrashar edi. Xon xotini Nodira nafaqat hukmdor, balki Mavara-un-Nahr she'riyatining yulduzlaridan biri edi. Uning misralari bugun ham o'zbek adabiyotining oltin xazinasida saqlanadi. Muqimiy Qo'qon ko'chalarida katta bo'lgan va she'riyat bilan xalq dardini aytgan ulug' shoir. Uning satirik she'rlari adolatsizlikka qarshi yongan olovda edi. Furqat esa vatan sog'inchini she'rga to'kkan. Uning misralari bugun ham jaranglaydi. Vatandan uzoqda yurgan bu shoir yuragida Qo'qonni abadiy olib yurdi. Xudoyorxon 12 yoshida taxtga chiqqan va xonlikning so'nggi yorqin sahifasini yozgan hukmdor. Uning nomi saroy bilan birga tarixga abadiy muhrlanib qoldi. Xonlik armiyasi Farg'ona vodiysi uchun uzoq yillar kurashdi, jasorat va sadoqat bilan. Otliq askarlar, bayroqlar va tog' shamoli bu manzara tarix kitoblarida abadiy qoldi. Qo'qonda ko'plab maktab va madrasalar ilm nuri sochib turardi. Shogirdlar Qur'on va falsafa o'qir, matematika va astronomiya bilan shug'ullanar edi. Ilm bu shaharda sharaf edi. Kechalari saroyda dutorning nolasi va ashulaning ovozi ko'chalarga tarqalib ketar edi. Musiqa bu shahar uchun nafas kabi zarur va abadiy edi. 19-asrning ikkinchi yarmida Qo'qon xonligi qiyin sinovlarga duch keldi. Lekin shahar ruhi, uning madaniyati, san'ati va odamlari hech qachon sinmadi. Lekin Qo'qon o'lmadi. Tarixi, ruhi va san'ati bilan u hamon tirik. Qadimiy ko'chalar, qadimiy ustaxonalar, hammasi bugun ham mavjud.
Atlas gazlamalar hamon to'qiladi, she'rlar hamon o'qiladi. Kulollar hamon charx aylantiradi. Qo'qon hamon yashamoqda, o'z tarixi bilan faxrlanib. Qo'qon Xo'qandi latif, tarix og'ushida kelajakka qarab. Qadimiy shahar, abadiy ruh.